İstanbulda bir odam bozorlarda yurar ekan, rastalarda qulpinayi ko'rar ekan, yegisi kelar ekan, nafs tilab. Shundoq qarab turar ekanda, ha yeganday bo'ldim ha der ekanda, qulpinayi pulni olib borib sandiqqa tashlar ekan. Olmani ko'rar ekan, yegisi kelar, voy yeganday bo'ldimi? Uni ko'rar ekan, voy yeganday, olib borib pulni tashaverar ekan. Bir sandiq pul bo'libdi. Ag'darsa to'lib. Endi bir Xudo uchun masjid qurib yuboraylik debdi. Mahallasida bir 250 masjid qurgan ekan o'sha pulga. Masjid bitibdi. Endi bunga nimani nom qo'yamiz desa, mahalladoshlar aytdi, taqsir. Shu nimaniki ko'rsangiz, ko'rib havasiz kelsa, yeganday bo'ldim derdingiz. Shu masjidning nomini yeganday bo'ldim deb qo'yib yuboraylik debdi. Yeganday bo'ldim, masjidga nom qo'yib yuboribdi. Shu zot aytgan ekan, agar nafsimni gapiga kirib har narsani yeb o'rganimda bitta masjid deb qo'ygan bo'lardim degan ekanda. Chekayotganlar nechta masjid chekib bor deyekilni, ha? Bilinglar, javob berasizlar Allohning dargohida. Javob berasizlar.